Salom hammaga, sizlar bilan Sardor aytdim. Bu videoda biz TikTokdagi lifehacklarni haqiqiy hayotda o'rtog'im Dilmurod bilan sinab ko'ramiz. Va ikkalamiz harakat qilamiz shu lifehacklar to'g'ri yoki noto'g'riligini topishga. Ya'ni videoni oxirigacha kim eng ko'p to'g'ri topar ekan. Yutqizgan esa Dilmurod nima qiladi? Bas limonni oxirigacha yeydi. Qani. Limon yemaslik uchun olma. Dab saysa. Bomba bu. Keyin ne havoga. Odam belisin-di. Lifehack nomer 1. Hozir ko'ramiz birinchi videoni. Videoda shar ustiga limon siqyapti va shar portlab ketyapti. Xuddi shuni qilib ko'ramiz. Qani. Ova. Hop, nima deb o'ylaysan, Dilmurod? Men yoriladi deb o'ylayman. Yoriladi desam. Yoriladi. O'zing nima deb o'ylaysan? Men yorilmaydi deyman. Bo'ldi, ushlab turinglar, qara. Qo'rqib ketmayman men. Bo'ldi. Yorilish kerak, to'xtatdim. Bo'ldi, yorilgani yo'q. Danelarni ur endi. Yorilish kerak. Ko'rganinglarda yorilgani yo'q. 1-0. Yoriladi, ozgina sabr qiladi. 1-0. Opsiqman, masalani ko'rsatgan. Mana sharri limonda cho'miltirdik, bab yorilgani yo'q. Bo'lmagan narsa. Demak, bo'lmagan narsa ekan, uni narsa yo'q. Reaksiya ikkinchi anaqaga o'tamiz endi. Undan qayt. Yo'q, chimga tushib yorildi. U yerda yorilish aniq u. Mana. Ikkinchi lifehackga keldik. Endi birinchi bo'lib videoni ko'ramiz. Bu videoda bitta bola fontan ichiga qo'lga zubni pastdan soldi-da. Keyin yaxshilab aralashtirib chaqatdi. Rang o'zgarib ketdi. Men o'ylayman, to'shni bo'lmaydi. Mana bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Qizcha shart emas, endi mayli qilib ko'ramiz. Mayli qilib ko'raylikchi, olib kel fontan zubni pastdan. Mana pastdan soldi. Jiddiy ishlar zaqiladi. Bo'ladi. Chaqat endi. Bomba bor. Masa yetdi, bo'lmaydi. Mana ham bo'lmaydi dedim. Xo'p, 2-1 kilomizga ham bitta dashka yoziladi. Hech bola bo'lgani yo'q. Fontan tegi tushib qolibdi, ko'rasizlar. Cho'kinti bo'ldi. Yerimabdi. Erimabdi-da. Endi keyingi lifehackda biz roltonni olamiz. Uni ustiga markerda chizamiz, yaxshilab bo'yimizda. Keyin qog'ozga yopishtirsak, xitoycha yozuv chiqishi kerak edi. Men o'xshamasa kerak deb o'ylayman. Mana o'xshamaydi deyman. Lekin o'xshasa ham xitoyliklarning imtihonda yordam beradigan narsa desa kerak. Mana imtihon javoblarini chiqib keladi. Javoblar chiqib keladi. Qani yopishtirib ko'rchi. Abzasdan chiroyli qilib. Xat boshida. Xat boshida. Sindirib qani? Menimcha bo'ldi. Test javob. Olamiz. Keyin nihao o'gatdi bu yoq. Voy, o'tmanda etxon. Hop, narsa ham bo'lmas ekan. Demak, xitoylik imtihonni o'zligisi o'qib topshirishadi. Bundan keyin lifehackga keldik. Bu lifehack bo'yicha bitta sharni suvga to'ldirish kerak ekan. Keyin o'sha sharni izolenta bilan o'ralgan qismini bitta teshsa, sharning ichidan suv shunaqa darajada chiqar ekanki, bir tekis oqimda oqar ekan. Xuddi suv qotib qolganga o'xshab, o'sha kadr to'xtab qolganga o'xshab. Shu narsa to'g'rimi yoki noto'g'rimi bilamiz. Dilmurod, nima deb o'ylaysan? Menimcha o'xshamasa kerak. O'xshaydi menimcha. Menimcha o'xshaydi. Sezib turibman men. Ko'ramiz, qani chiroyli testchi. Pak dedi, yorilib ketsa. Bo'laqa, o'z zo'r o'tirdim. O'xshadi. Ko'rding? Hop, bundan keyingi lifehackda biz kolanın ichiga vitamin C qo'yar ekanmiz-da, vitamin C. Keyin yaxshilab chaqatsak, rangi shaffof bo'lib qolar ekan. Endi buni sinab ko'ramiz. Sinab ko'rishdan oldin sizlarga bitta ma'lumot keltirib o'tamiz. Ishlatayotgan hamma ichiladigan narsa, yeyiladigan narsalarimizni sirok o'tgan, iste'molga yaroqsiz bo'lgan narsalardan foydalanamiz. Noto'g'ri o'ylamaslikdan tushuntirib qo'yamiz. Optimdan qidirib yurdik sirovga, ekan qolgan narsalar. Endi buni sinab ko'ramiz. Nima deb o'ylaysan? O'xshamlikka o'xshamadimi, Sardor? O'xshamaydi. O'xshamaydi. Menga ham o'xshamaydi. O'xshamaydi. Ko'ramiz. Narisini ayt. Qaysinisini ayting? O'xshaydi deb ayt. Yo. O'zi Ochamiz. Jiddiy ishlar bo'ladi. Videoga olib turgan bola sunnat. Ko'p tanisizlar, yaxshi bilasizlar. Sunnat orqada turib videoga olibdi. Tirjayma. Ashimenta.
Ha, deb qo'y. O'zi shuncha aralashganim yetadi. Böyle aralashib ketdi. Uy. Sekinroq sol, reaksiya bo'lyaptimi? Yo'q. Reaksiya qo'ling bilan bo'lmasa bo'ldi. Umuman rang degan narsa o'zgarmas ekan. Rang o'zgarishda emas, portlab ketayotdi bu. Shaqatchi. Qani? O. Ya ko'piga chiqyapti. Ko'piga chiqyapti. Yana bir qilsachi. Uchmagan. Yo'q, rangi ich ochargani yo'q ekan. Ko'rganingizga o'xshagani yo'q, yana men yutdim. Mana. Hop, hali ham oldindan hisobda, endi bundan keyingi lifehackga o'tamiz. Ketdi. Lifehacklar ichida eng qizig'i keldi. Bunisi menga juda ham yoqdi. Buning uchun bizga kerak bo'larkan oyna, marker hamda suv. Videoni ko'rib olinglar. Keyin biz oynaga bitta narsa chizamiz. Keyin suv qo'ysak, o'sha narsa bilan chiqib suzib yurib o'ynar ekan, ashulaga tushar ekan. Shuni qilib ko'ramiz hozir. Nima deb o'ylaysiz? O'xshaydimi, o'xshamaydi? Men o'xshaydi deyman. Mana ham o'xshaydi deyman. Qani ko'ramiz. Ketdi. Nima chizamiz? Sen o'zing uni chizdi rassomjanku. Ha, rassom bilaman. Men qanaqa rassomman? To'g'ri, lekin Taksi to'xtatayotgan odam, bu sahnaning nomi. qani endi buni qimirlatib olingchi. Sekin suv bilan Qo'lini ko'tararmikan? ehtiyot bo'ling. Ustiga to'kimki yonigami? To'kur. Ustidan to'kur. Tom bo'ling. Ya sen odam yurmadi. Qani mashina yurishchi? Ko'rib turganinglar-ku, bo'lmaydigan narsa ekan. Balki sal qimlatamiz. Sen qo'ychi, men buni sal qimlataman. Ya bo'lmasa kerak. Yur. Bo'ldi, o'xshamadi. Yo'q, chiqyotdi, endi chiqyotdi mashinadan. Mana endi chiqyotdi odam belisin-da. Qani o'yinli bo'lardi oldin. Shu o'yinga o'xshab. Voy. Sen suv quyishni bilmabsan-da. Chaplab tashladik o'zi. Ya, bo'lmadi. Bo'lmagan narsaga. Bo'lmagan narsaga qilib ko'rdik. Ikkalamiz ham ballon olmadik. Undan keyin lifehack shikolat haqida. Biz shikolatni shunaqangi hozir kesib bo'lamiz. Buyuk matematika va geometriyani ishlatgan holda keyin shunaqangi joylashtiramizki, xuddi hech qanaqa yilmagandek bo'lib turadi. Faqat bizda ko'rib turganinglardek sal plitkani soni kamayib qoldi. Bunga sabab hozirda videoni ortda sunnat hisoblanadi. Sunnatga rahmat aytamiz. Dilmurod, nima deysan? O'xshaydi, o'xshamaydi. Lekin o'xshamasa kerak. O'xshamaydi, men bitta ikkitasini yeb qo'ydi-yu, ha? Endi sen o'xshatsan kerak. Sen matematika ishlatmoqchisan, qani ko'raylik-chi. Men o'xshaydi deyman. Mana bittan bo'lamiz o'zi. Endi bunisini bo'lamiz. Buni olib tura qolaylik. Endi bunisini olib O'xshatdi. ana cho'tga o'xshadi. Xuddi yilmagan deb turibdi, lekin biz bittani olib tashladik. Ko'rdingmi? Dilmurod, Yetdi. o'zi yana bitta lifehackimiz qolgan edi. Kelinglar, Dilmurod matematikskiy ujmani yuta olmaydi, lekin o'shani ham tugatib qo'yib, undan keyin bu bolaga limonni yediramiz. Oxirgi lifehackni mana baklashgan otamiz, otgin. Otsa shunaqa qilib agar tuz solsanglar, mana tushmadi, ko'rdinglarmi? Lekin tuz solsanglar doim shunaqa tushar ekan mana. Hozir otamiz tushmayapti, lekin tuz solsak tushadi. Bo'ldi, jim tur. Ochamiz. Qancha tuz solamiz? Siz ham tog'dan kelgansiz o'zi. Osh tuzi. Yetadi. Endi buni yaxshilab chayqatamiz. Bu ham ko'pirmaydi. Ya, ko'pirgani yo'q. Nima deb o'ylaysan? Tushadimi, tushmaydimi? Yo'q, men tushmasa kerak. Men tushadi. Ya, bu tushib qolish ehtimoli bor. Har doim tushadimi yo'qmi? Har doim tushadimi? Har doim tushmaydi. Mayli, Dilmurod, sen juda ham katta shot yetib olmasan. Yetishchi, men tushadi deyman. Sen tushmaydi deysan. Tushgani yo'q.
o'zi niyatga bog'liq. Umuman tushyapti-yu. Ochish niyat. O. Ana ko'rdingmi? Bu men Birot yutding, lekin umumiy hisobda yutqizding. Shu bilan birgalikda endi sen sekin limonliysan. Okey. Limon charqim nima? Limon charqim otdi mana. Butunlay ye desa, Bo'ldi, ye. oddaniylar olib ket. yanigina yeydi. To'g'rimi? Butunlaymi shu? Hamma narsani olib tashlasa nima qoladi hozir? Yeygan. Mag'lubiyat tuyg'usi qanaqa? Ha, xo'sh. Mana qolmadi, mujik oxirigacha yeb qo'ydi. Молодец. Kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqmasa, like bosishni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.